O'tgan haftada respublikamizga sovuq havo massasi kirib keldi va bir qancha tumanlarda qor yog'di. Bular To'rtko'l, Beruniy va Ellikqal'a tumanlari. Assalomu alaykum. O'tgan haftada yuz bergan xabarlarni yoritish maqsadida hafta dayjestini boshlaymiz. O'tgan haftada O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev AQSh Prezidenti Donald Trampning taklifiga binoan Davos shahrida Tinchlik kengashi rejasini imzolash marosimida ishtirok etish uchun amaliy tashrif bilan Shveysariyaga bordi va Tinchlik kengashi rejasini imzolash marosimida ishtirok etdi. And the President of the Republic of Uzbekistan. Ushbu kengash AQSh yetakchisi tomonidan ishlab chiqilgan va Birlashgan Millatlar Tashkilotining Xavfsizlik kengashi rezolyutsiyasi bilan qo'llab-quvvatlangan Gazo kelishuvi doirasida shakllanmoqda. Tinchlik kengashi nizo keskinlashuvi xavfini kamaytirish, Gazo sektorida iqtisodiy va ijtimoiy tiklanish uchun qulay sharoitlar yaratishga qaratilgan. Shuningdek, Tinchlik kengashi nizomini imzolash marosimi doirasida O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev, Ozarbayjon Respublikasi Prezidenti Ilhom Aliyev, Vengriya bosh vaziri Viktor Orban va boshqa bir qator siyosiy uchrashuvlarni amalga oshirdi. Yo'lovchilar uchun xushxabar bo'lgan yangi elektroavtobuslarning Nukus shahriga olib kelinishi bo'ldi. 23-yanvardan boshlab Nukusdagi elektroavtobuslar o'z yo'nalishlarida harakatlana boshladi. Avtobuslar quyidagi yo'nalishlar bo'yicha harakatlana boshlaydi. 1-A sonli temir yo'l vokzali Nukus shimoliy g'arbiy avtovokzali, 10-A sonli qiz ketgan Yelati Samanbay Yelati yo'nalishlarida, ya'ni Allayer Do'stnazarov ko'chasi orqali yuradi va 24-A sonli Nukus shimoliy g'arbiy avtovokzali harbiy prokuratura yo'nalishida harakatlanadi. Ma'lumot uchun bu avtobus yo'nalishlari vaqtinchalik bo'lib, har bir yo'nalishda 4 ta elektroavtobus qo'yilishi kutilmoqda. Toshkent shahrida sportning boks turi bo'yicha qizlar o'rtasida O'zbekiston chempionati bo'lib o'tdi. Unda nukuslik sportchi qizlarimiz ham qatnashib, yaxshi natijalarga erishishga muvaffaq bo'ldi. Ta'kidlash joizki, 75 kilogramm vaznda ishtirok etgan Oysanam Surarova barcha raqiblaridan ustun kelib, birinchi o'rinni egallab, oltin medal sohibasiga aylandi. 57 kilogramm vaznda ringga ko'tarilgan Rahima Bekniyazova esa faxrli ikkinchi o'rinni egallab, kumush medal, 80 kilogrammda qatnashgan Aynura Bekjanova esa 3-o'rinni bronza medal sohibasi bo'ldi. Ota-ona qaramog'idan ajralgan talabalarga 50% ko'proq stipendiya beriladi. Qonunchilikka ko'ra, yetim bolalar va ota-ona qaramog'idan mahrum bo'lgan bolalar davlat bog'chalari va maktablariga navbatga qo'yilmasdan joylashtiriladi. Shu bilan birga ularga texnikum, kollej, akademik litsey yoki oliy ta'lim muassasalarida o'qiyotgan vaqtida har o'quv yilida bir marta kitoblar sotib olishi uchun bazaviy hisoblash miqdorining 5 baravari miqdorida subsidiya beriladi. Yetim bolalar va ota-ona qaramog'idan mahrum bo'lgan bolalar o'qishni davlat oliy ta'lim muassasalarida davom ettirganda ularning stipendiyasiga 50% ga oshirilgan holda to'lanadi. Nukuslik Beknazar va Aziz global texnologiya bozorida yana muvaffaqiyatga erishdi va $10 million sarmoyani qo'lga kiritdi. Gap shundaki, yurtdoshlarimiz va ularning hamkorlari tomonidan tashkil etilgan Hupo sun'iy intellekt startapi A seriya bosqichida $10 million ga sarmoya jalb qilindi. Ushbu raundga dunyoning eng nufuzli fondlaridan biri DST Global Partners, bular ichida Facebook, Twitter, Alibaba kabi gigantlarning dastlabki investorlari yetakchilik qildi. Bu o'zbekistonlik mutaxassislar ishtirokida qurilgan loyihaning jahon miqyosidagi e'tirof etilayotganini ko'rsatadi. Hupo bu rahbarlarga rahbarlik ko'nikmalarini rivojlantirish va samarali guruhlarga yaratishda yordam beruvchi platforma bo'lib, uning asoschisi Nukus Beknazar Abdukamalov u mazkur startap orqali 2024-yilda Meta kabi yirik investorlar ishtirokida $4 million miqdorida investitsiya jalb qildi. Balki yurtdoshlarimiz IT loyihalari orqali Elon Musk bilan ham ishlashi mumkin. Yana kim biladi deysiz? Bizlar shunday xushxabarlarni eshitishdan umidvormiz. Sizga yetkazmoqchi bo'lgan xushxabar va yangiliklarimiz shulardan iborat edi. Kelasi hafta siz uchun ham, biz uchun ham xushxabarlarga to'la bo'lsin. Ko'rishguncha.